Trapeziya SDF 6, mana bu yer 6, SBSF demak bu 16 va AY'miz teng ekan YDga. Bu holda SDYS uchburchak yuzini topishimiz kerak. Buning uchun mana buni davom ettirsak, mana bu yerda davom ettirsak nima bo'ladi? Mana bir h balandlik tushirilgan deyiladi. Bu teng bo'ladi 1 taqsim 2 ds mana bu uzunligi ko'paytirilgan h bo'ladi. Bu ham teng bo'ladi. Mana bu kichkina uchburchak yuzasiga qandaydir mana bu S1 yuzani qo'shganimizga teng. Mana. Endi mana bu yoqdan agar bitta balandlik tushiradigan bo'lsak, bu 2h ga teng, chunki mana bir ikkalovi teng bo'lgani uchun bu 2h mana h ning 2 marta kattaligi kelib chiqadi. BSD nimaga teng? Mana BSD bu teng bo'ladi 1 taqsim 2 ds ko'paytirilgan demak 2h. Bu ham teng bo'ladi 16 plus yana shu S1, ya'ni mana bu uchburchakka bu uchburchakni qo'shganimizga teng. Bu bir tarafdan teng bo'ladi 2 6 plus S ga, S1 ga. Xo'p, endi bunda S1 topadiganimiz 16 plus S1 teng 12 plus 2 S1. Bu ham teng bo'ladi S1 teng 4. Ya'ni mana bu teng 4 ga teng ekan. 4 ga kelib chiqdi. Endi 4 16 ga nisbati teng ekan 6 ni S2 ga nisbati. Ya'ni S2 degani mana bu. Buni S2 ni topib olamiz. S2 teng 24 ga. Bu teng ekan 24. Endi yozsak SABI teng SBID. Mana SABI'miz teng ekan SBID. Mana bu. Bu demak mediana rolini bajaradi. Teng 2 ga bo'lyapti. Mana bular bir-biriga tenglikdan bu teng yonli uchburchak mediana teng 2 ga bo'lyapti buni. Bu ham teng bo'ladi, bular ham teng. 24 ga qo'shamiz 6 ni, bu 30 ga teng bo'ladi. Endi bizda so'ragan narsa SABCD bo'ladi. Bu ham teng bo'ladi 30 plus 30 plus 16 plus 4. Yani teng 80 metr kvadrat yoki santimetr kvadratga teng bo'ladi.